Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi boqilayotgan buqamizni ko'rib o'tamiz. Ko'rishlar mumkin, mana jonivorimiz. Oldingi eski videolarda ham buni bir ko'rsatib o'tgandik. Mana hozirgi holati mana ko'rsamasdan hozirgi kunda kuniga qo'shyapti. Ancha yaxshi yo'g'onab, yaxshi semiryapti jonivor. Yelkalari ham, mana qo'llari ham kengayib, ancha yaxshi ketyapti. Shu bitkanasiga bir ukol qilgandik, ashnisicha vaqtda biroz ishib qolibdi. Endi Alloh shifo bersin. U unaqangi o'ta yomon narsa emas o'zi. Mana jonivor ko'rishlar mumkin, yaxshi ketyapti. Bunga shu silyoz, kunjara kepay hamda shakalda beramiz. Kunjara kepayni bir mahaliga shu 1 kilo kepay, 1 kilo kunjara, 1 kilo 200 atrofida kunjara yeyapti. Silyoz shu 8 kilo, 7 kilo atrofida yeydi. Shakalda ham shu 1 kilo, 1,5 kilo yeyapti. Shu rejimda boqilyapti bu mol. O'zi bu molimiz olinganiga jam unchalik ko'p bo'lmadi. Shu rosa hozir 2,5 oy shunaqa atrofida bo'ldi. Olinganda ham shu 370 kilo atrofida bo'lgan trivazni. Hozirgi kunda xudo xolasa 500 kiloni bosib boradi inshaalloh. Bu mol shu olinganda shu yashurdan chiqqan bo'lgan. Keyin ham kurak ham yordi, shuni hisobiga ham reski o'zgarib yaxshi qo'shyapti mol. Kurak yorganiga ham shu 1 oy atrofida bo'lib qoldi. Ko'rishlar mumkin, mana bo'ynlari ham, yelka qo'llari, o'zi oldi, orqa ham yo'q bir xilda yaxshi ketyapti. Yelkalari ham ancha to'lib, yaxshi chiroyli bo'lib qoldi. Bu molimizni shu yemini hisoblagandik. Shu bir kunda 30 ming atrofida yem yeyapti ekan. Lekin 30 ming bu yaxshi. Hozirgi kunda hisoblagan. Endi men bu yemni hisoblashim shu olingan vaqtidagi shu yem arzonligida olib qo'yganman. Shularni hisoblab shunaqa chiqdim. Yaxshi ancha 30 ming bir oyda shu 900 ming 1 millionga borib bo'lmay shunaqa yeyapti ekan. Endi albatta biroz hashagi bor, endi u hech qancha emas. Shu beta somni aralashtirib beramiz. Keyin suv beramiz, shu xolos. Bu molimiz shuna qo'yib yuborib shunaqa holatda boqamiz, mana o'zi baylashga moslashtirilgan bu molxonamiz, lekin bunaqangi paroda mollarni biz 1-2 yildan beri shunaqa qo'yib yuborib boqyapmiz. Qo'yib yuborib boqqanda baylab boqqandan ko'ra yaxshiroq natija bo'lar ekan. Uni o'zimizda ko'rdik. Chunki bemalol ammo bo'lib mana bunaqa katta mol yotib turgani ham qiynalmaydi. Oyog'i ham og'rib qolmaydi ancha-munchaga. Keyin harakati ham bemalol ancha erkin, yaxshi o'sib, yaxshi katta bo'lib, yaxshi semirar ekan bunaqa holatda. Endi ammada agar sharoit bo'lsa, shunaqa tavsiya qilamiz. Bunaqa holatda yaxshi o'sar ekan mol, yaxshi o'zgarar ekan ham. Ko'rishlar mumkin, molimizni terilari ham rosa yupqa, xudo xolasa inshaalloh prosentni ham yaxshi beradi, foizni ham. Mana qornlari ham yo'q, pashti unaqangali ot qorin mol. Old orqalari bir xilda keng, yaxshi mol. Mana orqalari ham shunaqa, koslari ham keng, mana ko'rib turibsizlar. Jonivor xudo xolasa yaxshi, Alloh barakasini bersin inshaalloh. Buni yana shu 1-2 oycha boqamiz deb turibmiz, xudo xolasa yaxshi berib tursa inshaalloh. Hozirgi kunda o'zi kuniga qo'shyapti, ya'ni ungacha xudo xolasa bir 650-700 kiloga borib borishi ham mumkin bu ketishda, xudo xolasa. Chunki yeyishi ham ko'rsatamasa ancha yaxshi, o'zgarilishi ham, o'ziga olishi ham ancha yaxshi bo'lyapti. O'zi shunaqangi gibrid paroda buqa ham yaxshi o'zgarib, yaxshi semirar ekan. Men kalmik paroda buqalar ko'rgandim, lekin o'zi bilsanglar u qizil rangda bo'ladi, rangi ham, shaqillari ham juda tikka-tikka bo'ladi. Ular lekin bunaqangi darajada kengayib, bo'ynlari chiqib semirganini men o'zim ko'rmagandim, lekin videolarda ko'rganman, lekin o'zimiz hech ko'rmadim bunaqani. Lekin bu ashta sementali gibrid bo'lganiga shuni hisobiga hozir ancha yaxshi. Bo'ynlari ham hamma yo'g'i yaxshi, keyin yog'sizligi ham yaxshi ekan. Shu gibrid paroda buqalar ham o'zi yaxshi o'sib, yaxshi qo'shar ekan. Endi aynan tozasi bo'lmasa ham o'zi hozirgi kunda o'zi parodalar ko'p chachishib ketgan hisobiga ham gibrid ham ko'p u. O'zi shu Rossiya, bu mol ham shu Rossiyadan kelgan.